Avvalambor assalomu alaykum. Bosada aka, o'z vaqtingizni ayamasdan bizni suhbatimizga kelganingiz uchun bag'oyat xursandmiz. Mana bir necha kunlardan beri mana shu O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi So'x tuman kengashi tomonidan shu yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunini tashkil etish, pandemiya davrida ularda haligi jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida mana shu yoshlar shou taklif qilganmiz. Bizni tomoshabinlarimiz, tinglovchilarimiz talablariga binoan sizni mana shu kvota bo'yicha bu yilgi o'qish qanday bo'ladi degan savollar bo'yicha abituriyentlarimizning iltimoslariga ko'ra sizni bugungi studiyamizga taklif qilganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Mana shu masalada bir oydinlik kiritib, bizni tinglayotgan, tomosha qilayotgan yaqinlarimizga aytib bersangiz, marhamat. Rahmat. Avvalo assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz shogirdlar. So'x tumanining 2973 nafar abituriyentlariga omad tilagan holda bu yilgi qabul to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Va savollaringiz bo'lsa, albatta javob beramiz. Hurmatli va baxtli yoshlar, xabarlaring bor kuni kecha Davlat test markazi direktori Karimov Majid Malikovich brifing o'tkazib, qabul tartibi to'g'risida ma'lumotlar berdi. So'x tumani abituriyentlariga hozircha agar biron o'zgarish bo'lmasa, 2-3 sentyabr kunlari tumanimizning markazdagi o'yingohida, So'xdiyona o'yingohida test bo'lib o'tadi. Testga pasport va davlat test markazi tomonidan berilgan ruxsatnoma bilan kiritiladi. Shpargalka, telefon yoki boshqa biron narsa bilan kirgan abituriyentlar chetlatiladi. Test jarayonida nojo'ya harakat, yonidagi bilan gaplashgan abituriyentlar ham auditoriyadan chiqarib yuboriladi. Bitta narsani alohida aytishim kerak. Butun o'sha jarayon kameralarga, onlayn orqali kameralarga olinadi. Test jarayonida ham, testdan keyin ham albatta chora ko'riladi. Hurmatli yoshlar, ehtiyot va ogoh bo'lishingiz kerak bo'ladi. Uzrli imkoniyat kimlarga beriladi? Testga kirayotgan jarayonda abituriyentning temperaturasi 37 gradusdan ortiq bo'lsa, testga kirgizilmaydi va karantinga olinadi. Test tugagandan keyin 4 kun o'tib, ularga test topshirish uchun yana alohida imkoniyat beriladi. Boshqa bironta holatda abituriyentga imkoniyat berilmaydi. Test bo'lmaydigan, amaliy sinovlar orqali qabul etiladigan musiqa, jismoniy tarbiya, san'at yo'nalishidagi abituriyentlar So'xda topshirishlari uchun hamma chora-tadbirlar ko'rilyapti. Agar So'xga ruxsat berilmasa, biz ularni albatta hujjat topshirgan oliygohlariga yetkazib olib boramiz. Buni ustida rahbariyat ish olib boryapti. Test 2 kun bo'ladi, 2 smenada. Ertalab soat 8:00 dan 11 gacha, kechki 17 dan 8:00 gacha. 3 soat vaqt beriladi. Test ikkita yo'nalishda bo'ladi. Buni hammalaringiz yaxshi bilasizlar. Kim qayerda hujjat topshirgan bo'lsa, o'sha yerda imtihon topshiriladi. Faqat Farg'ona shahrida, Toshkentda, Buxoroda, Namanganda va boshqa joyda bo'lgan hurmatli shogirdlar o'zlarining ma'lumotlar ro'yxatlarini tuman hokimligiga tavsiya etish kerak bo'ladi, chunki biz ularni test markaziga berishimiz kerak. Test markazi har bir abituriyent uchun alohida kitob tayyorlashi kerak bo'ladi. Ota-onalar to'planishiga ruxsat etilmaydi. Karantin jarayonida o'sha imtihon bo'ladigan joyga kelib to'planishga ruxsat etilmaydi pandemiya jarayonida. Hamma ma'lumotlarni o'sha DTM 2020.uz sayti orqali hamda mahalliy televideniya orqali biz hamma jarayonni uzatamiz. O'shani bemalol kuzatib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Har bir abituriyent o'sha davlat test markazi o'z saytiga kirib, shaxsiy kabinet ochgan. O'sha pasportini ma'lumotini kiritib, barcha ma'lumotlarni o'sha saytga kirib, o'zini shaxsiy kabinetidan bemalol olishi mumkin bo'ladi va sizlarga o'zgarishlar, imtihon bo'lish bo'yicha sizlarga SMSlar keladi. So'x tumaniga ajratilgan kvota xususida juda ko'p Tolibjon savol bo'lyapti, har xil mish-mishlar bo'lyapti, tushunmovchilik bo'lyapti. Shunga men aniqlik kiritib, ikkita ma'lumot bermoqchiman. Xabarlaringiz bor, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan So'x tumani yoshlariga 500 ta kvota berildi. Kvota degani bu imtiyoz, imkoniyat degani. Demak, biz o'sha 43 ta mutaxassislik bo'yicha tumanimizdagi ehtiyojlarni o'rganib, davlat test markaziga biz tumanimizning ehtiyojini, kadrlarga bo'lgan ehtiyojini tavsiya qilganmiz. Endi buni So'x tumani uchun alohida So'x tumani yoshlariga konkurs bo'ladi. So'x tumani uchun alohida davlat komissiyasi tashkil etiladi va davlat komissiyasi tomonidan o'rganib, mana shu har bitta yo'nalishga hujjat topshirgan abituriyentlarimizni ballariga qarab turib 500 ta qabul qilinadi.
Mana bitta misol keltiraman. O'sha tibbiyot sohasiga agar 70 ta o'rin kvota berilgan bo'lsa, 200 ta hujjat topshirsa, eng yuqori ball egallagan abituriyent 70 ta abituriyentga kvota beriladi va kvota byudjet asosida o'qiydi. Byudjet asosida qabul qilinadi. Endi test qaysi tilda topshiriladi? Buni hurmatli bosh vazirimiz Arif Abdurahmonov kelganda buni xalqimiz murojaat qilgan. Hozir bu ishda ham ish ketyapti. Buni test markazi topshirig'ini olgan. Kim qaysi tilni tanlagan bo'lsa, o'sha belgilangan yo'nalishi bo'yicha imtihonni topshirishi mumkin bo'ladi. Mana shu jarayonda men yoshlarimizga, abituriyentlarimizga omad tilayman. Kelajakda yuqori saviyali, bilimli kadr bo'lib tumanimizga, vatanimizga xizmat qilishda sizlarga omad tilayman. Rahmat Bozod aka, mana hozir kerakli ma'lumotlarni hozir berib o'tdingiz. Mana hozir bizga ko'p, mana sizni kelishingizdan oldin ko'p savollar bo'ldi, ko'p murojaatlar bo'ldi. Bizga haligi bog'lana olmagan abituriyentlarimiz ham bor. Agar hozir ruxsat bersangiz, mana shu abituriyentlarimiz bilan bir bog'lansakda va ularning savollariga javob bersak. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Afsus, aloqamiz uzilib qoldi. Bo'lmasa, hurmatli teletomoshabinlar, bizni tomosha qilib tinglab borayotgan aziz abituriyentlar, mana hozir yuqorida aytib o'tirganlardek, keling hozir navbati qo'ng'iroqqa bersak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Jonli efirdasiz. Tanishamiz. Rahmat. Tanishamiz. Savollarim bor edi. O'zingizni tanishtiring oldin birinchi. Men So'x tumani To'q qishlog'idan Erkin Turdialiyev bo'laman. Shu hurmatli Bobosiddin aka bizni o'zlari qo'llab-quvvatlab, shular sababli Farg'onaga kelib qolgandim men. Xo'p. Farg'onaga kelib, attestat olib topshirdim shu yerda. Xo'p, savolingiz? Savolim shundan iboratki, agar ekzamen So'xda bo'ladigan bo'lsa, Farg'onada qolganlar nima qiladi? O'sha kvota bo'yicha biz ham, masalan, men ikkita yo'nalishga topshirganman. Farg'ona davlat universiteti rus tili va o'zga tillarga hamda Namangan davlat universitetiga topshirdim. O'sha nima bo'ladi degan savol meni qiziqtiryapti. Rahmat savolingiz uchun Erkinjon, hozir javoblarni o'sha So'xli yoshlar kanalida olasiz. Marhamat Bosod aka. Erkinjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, hozir Farg'ona shahrida 65 nafar yoshlarimiz o'sha yerda faoliyat olib borilyapti, o'sha yerda tayyorgarlik ham ko'rilyapti. Biz ular bilan telefonda gaplashdik, mana Gulshanbo ham o'tiribdi. Demak, biz ro'yxatlaringizni qilib, siz bir hozir bog'lanib oling-da. Telefoningizni bering baqa. Telefon beraman sizga, telefonda bog'lanasiz. Biz hozir ro'yxatni qilganmiz. Agar ro'yxatga kirgan bo'lsangiz, kirmagan bo'lsangiz hozir aytamiz, nomerni beraman, yozib oling-da, hozir bir minut. Yozib olasizda, o'sha ro'yxatga kirganingizda siz Farg'ona shahrida topshirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha aka degan odam, agar adashmasam. Yo'q, Gulshanjon bizni tumanimizni ma'naviyat bo'limining boshlig'i, yozib oling, 99lik. Hamma qolganlarga ham tegishli bu 99lik 461 9005. 9005. Ibragimov Gulshanjonga chiqasizlar. Hammaga tegishli bu. Agar Farg'onada, Toshkentda qayta topshirish niyati bo'lgan o'sha bizning yoshlarimiz shu nomerga chiqsalar, shu nomerda biz ro'yxatni shakllantirib, davlat test markaziga beramizda, o'sha siz joylashgan joyga kitobingiz kelib, bemalol o'sha topshirishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Shu sizga ham katta rahmat. Shu sababli o'sha nimada, litseyda bo'lgan nimada, o'sha yig'ilishda sizni ko'magingiz bilan keldik mana shu yerga. Yana bitta savolim borda, o'sha So'xga men bora olmayapman-da, shu yo'l sababli. Bu yerda ishlarim ham bor. Agar sizga xalqimiz so'rayapti, biz ko'palarda har kuni shuni sporlashadi. Qachon ochiladi? Bu haqida aniq ma'lumot bormi? Endi mana karantin jarayoni e'lon qilingani bugun yakunlanyapti. Ertadan biron yangilik bo'lsa biz bilan bog'lanasiz. Biz qo'shimcha aytamiz. Biz ham hozir harakat qilyapmiz. Sizlarni shu yerga olib kelishga, lekin bu vaziyat ikki davlatga bog'liq. Yana bog'lanib turing, yangilik bo'lsa sizga aytamiz. Rahmat Erkinjon, mana savol berdilar. Hozir keling, mana ijtimoiy tarmoqlardan so'rashyapti. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 996 44 09 raqamiga mana shu qanday savollaringiz bo'lsa, mana shu kvota bo'yicha o'qish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Keyingi qo'ng'iroqda qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, tanishamiz.
Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqshom xayr bo'lsin, tanishamiz. Men Tolibjonov Avazbek, So'x tumani Oqto'g'ri qishlog'ida yashayman. Farruxbek dedingiz-a? Avazbek. Avazbek. Xo'p, savolingiz bo'lsa marhamat. Xullas, men dokument topshirishga kunlarida o'sha So'x tumanining o'rniga Farg'ona tumani deb belgilaganman. Xo'p. O'sha 500 ta kvotaga kira olmaganman. Aha. Keyin men DTMga Toshkentga borib, shunaqa bo'ldi deb ariza bilan chiqsam, ular aytishdiki, hozir ba'zaga kirita olmaymiz sizni. So'x tuman hokimligiga xat bilan chiqsangiz, ular haqiqatdan da shunaqa bo'lgan desa, keyin to'g'rilashimiz mumkin. Kvotaga qo'shib qo'yamiz deyishdi. O'shanga raqam berasizlarmi? Bu savolingiz bo'yicha hozir mana bizni yordamchilarimiz hozir mana shu yerda turibdilar. Gulshanbek, ma'naviyat bo'limi boshlig'i hozir Gulshanbek javob beradilar. Marhamat Gulshanbek. Assalomu alaykum Tolibek. Avazbek, agar adashmasam men siz bilan qo'ng'iroq telefon orqali gaplashganman, esingizda bo'lsa. Ha, to'g'ri. Sizning masalangiz bo'yicha men shaxsan o'zim o'sha Toshkent shahridagi test markaz bilan aloqaga chiqib, sizning ro'yxatingizni sizdan tashqari keyin yana bitta qizimizniki ham shunaqa bo'lgan, ikkovlaringizni So'x tumani qilib qo'yganman. Avazbek, sizning muammoyingiz hal bo'lgan. Sizning muammoyingiz hal bo'lgan. Siz o'sha kuni Toshkent shahrida bo'lgansiz. Menga telefon qilgan Toshkent shahri o'sha test markazidan. Ha, to'g'ri. O'sha kunning o'zida sizning muammoyingiz hal bo'lgan. Hech qanaqa muammo yo'q. So'x hisobidan ketasiz. Xudo xolasa yuqori ball egallasangiz sizga kvota ajratiladi. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mana shunday albatta qo'ng'iroqlarimizni qabul qildik. Hurmatli, bizni tinglab tomosha qilayotgan hurmatli vatandoshlar, iltimos faqat savol-javoblarimiz faqat kvota bo'yicha, o'qish bo'yicha bo'ladi. Shoularimiz soat 19:00 da boshlanadi. Shuning uchun vaqt oliy hakamligi yana bir bor eslatib o'tamiz va bizga kelayotgan mana SMSlarimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda ham albatta hozir bizga yozishyapti. Telefon raqamimizni eslatib o'tdik. Shunda Bosadaq aka, agar ruxsat bersangiz, sizga bitta bir savolim bor edi. Hozir mana shuncha yoshlarimiz hozir o'qishga topshirishdi. Hozir mana shu o'qish bizni bo'ladigan imtihonlarimiz haqida bir yana bir qaytarib o'tsangizda, tumanimizda qaysi hududda bo'ladi o'sha imtihon bo'ladigan kun? Imtihon hozir aytdim men, o'sha tumanimizning markazidagi o'yingohda, Sug'diyona o'yingohida 1-2 sentyabr kunlari tashkil etiladi. Soat 8 dan 11 gacha, kechqurun 17 dan 20 gacha bo'ladi. Bir kunda 2 mahal o'tib, 2 kunda yakunlaymiz. Bizning tumanimizda 2973 nafar abituriyentlar hujjat topshirgan. Demak, 3000 ga yaqin yoshlarimiz mana o'qishga kirish istagini bildirgan ekanlar. Shuning uchun hurmatli yoshlar, sizlardan bir narsani iltimos qilib qolamiz. Bu kvota berildi, men hamma o'qishga o'tib ketaman degan gap bo'lmas. Shuning uchun avvalambor bilimga bog'liq. Avvalambor o'qish kerak, yaxshilab o'qish kerak. Haligi o'sha qaysi yo'nalishga topshirgan bo'lsangiz, o'sha yo'nalish bo'yicha yana bir marta imtihongacha hali vaqtimiz bor. Yana bir marta hali o'qib olsangiz yaxshi bo'lardi va keyingi qo'ng'irog'imizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirasiz. Va alaykum assalom, tanishamiz. Ismingiz kim? Sohibjon. Sohibjon, xush kelibsiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Farg'onada turibman, So'xning kvotamizga. So'xda qayerdansiz Sohibjon? Shoshilmang. So'xni qayerdansiz? So'xni Sarikanda qishlog'idan. Sarikanda qishlog'idan. Familiyangiz nima? Asqaraliyev. Hozir siz Farg'ona shahridasiz, a? Ha, Farg'ona shahridaman. Xo'p, marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Hozir Farg'onada bo'lib turib, ekzamen topshirsam ham bo'laveradi. Bu masala bo'yicha hozir biz mana So'xli yoshlar kanali hamda YouTube'dagi tarmoqlarimizda bu masala bo'yicha albatta javob berishdi. Hozir keling sizga raqam beraman. 99-461-9005 raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, hozir mutaxassisimiz bilan bog'lanib olasizda. Mutaxassis albatta hozir mana shu yerda sizga yana bir bor javob beradi. Keling yana bir marta hozir mana qo'ng'iroq qilgan Sohibjonga yana bir marta tushuntirib o'tsak hozir mana. Nomerni ayting boshqatdan. Mana hozir javob beradilar sizga. Sohibjon. Alo. 99 yozib oling. 99 461 ha 9005 Ibragimov Gulshanjon. Siz hamma ma'lumotingizni berasiz, o'sha ro'yxatga qo'shib siz test markaziga beramizda, siz bemalol o'sha Farg'ona shahrida topshirishingiz mumkin bo'ladi. Sohibjon, hozir mana shu savolingizga bir 2 daqiqa oldin javob bergandik. Shuning uchun siz
eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Yaxshisi siz hozir bizni jonli efirimizdagi yozuvlarni Telegramdagi So'xlik yoshlar kanaliga a'zomisiz? Ha, So'xlik yoshlarga a'zom. Shunda hozir kuzatib borsangiz, hozir oldinga albatta biz bilan bog'langan muxlisimiz, tinglovchimiz bunga mana shu savolga javob berilgandi. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, yana bir bor barchangizga eslatib o'tamiz. Bugun mana shu sizlarda talab va istaklaringizga binoan keyin yana navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz, tanishamiz. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, tanishamiz. Ismi sharifingiz, kim, qayerdan qo'ng'iroq qilyapti? Men So'x tumanidan Hamroboyev Shohruz G'aznoq qishlog'idanman. G'aznoq qishlog'idan, familiyangiz? Hamroboyev. Hamroboyev Shohruz. Hamroboyev Shohruz. Xo'p, savolingiz bo'lsa marhamat. Savol bor edi. Men Toshkent sharqshunoslik institutiga topshirganman, magistratura uchun dokument topshirganman. Xo'p. Endi menda hozir imtihon topshirish uchun qanday vaziyat? Hozir men So'x tumanida topshiramanmi yoki Farg'onaga, Toshkentga borish kerak bo'ladi? Shunga javob bering. Marhamat, hozir savolingizga javob beradilar, marhamat. Toshkent shahar qaysi sharqshunoslik dedingizmi? Ha, Toshkent shahar davlat. Siz qayerda bitirdingiz? Qaysi institutni bitirdingiz? Samarqand davlat chet tillar institutini bitirdim. Xo'p, sharqshunoslikka magistraturaga kirmoqchisiz, ha? Aha. Ariza berdingizmi institutga? Ha, berganman institutga. Nima deyishdi? Ha, qabul qilindi, endi javob yo'q, lekin bilmadim. Sizga javob berishadi. Biz hozir faqat davlat test markazini qabuli bo'yicha gaplashyapmiz. Siz bitta nomerni yozib oling, shunga chiqib bilib olasiz keyin. Biz bilib qo'yamiz. Ha, hozir. 99 ni yozib oling. Aytavering. 99 lik 461 461 9005. 9005. Ha, Gulshanjon degan yigit. Mana yana bitta savol bor edi, ma'lum aytdim. Marhamat. Magistratura uchun So'x tumaniga nimalar kvotalar bormi? Yo'q, hozir faqat kunduzgi bakalavr bazasiga 500 ta kvota berilgan. Biz hozir juda ko'p takliflar tushyapti. Shu takliflarni ishlab chiqib, viloyat bilan kelishib, albatta bu taklifni beramiz. Lekin juda ham o'rinli taklif bo'ldi. Bizi yoshlarimiz murojaat qilyaptiki, bizga juda ham kerak magistratura, ordinatura, tibbiyot sohasida barcha sohaga bizga oliy ta'limdan keyingi ta'limni kerakligi, ehtiyoji sezilyapti bugungi kunda So'x tumaniga. Buni biz albatta o'rganamiz va buni Vazirlar Mahkamasiga, Oliy ta'lim vazirligiga albatta buni taklifini kiritamiz. Va yangi o'quv yilida bo'ladi. Topshirishdan maqsad prosta nimada Toshkent So'x tumaniga aeroportlar ham qurilyapti-ku. Ular avval endi turizm sohasiga bizda endi So'x tumanida imkoniyatlar yo'q. Majbur endi maktabga ishga kiramiz. Endi bilsagan chet tillarini turizm sohasida nimalar yo'q, imkoniyatlar, o'shancha ish o'rinlari. O'shancha topshirdimki, shu sabab aeroport ochiladi, boshqa degan sabab endi turizm baribir rivojlanadi. Albatta. Shuning uchun turizm sohasiga topshirdim. Juda to'g'ri o'ylagansiz, biz sizga hamma yordamni beramiz. Bizga murojaat qiling. Ha, chunki maqsad shu turizm sohasida ishlash, shu maqsadim. Juda yaxshi. Niyatingizga yeting. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Siz ali qo'ydagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Mana shunday albatta yoshlarimiz savollarni berishyapti. Mana hozir bizni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da tomosha qilayotgan hurmatli vatandoshlarimiz mana hozir yozibdilar. Assalomu alaykum. Savolim Latipovga. Domla, imtihon bu yerda bo'lsa, nazoratchilar o'zbeklar bo'ladimi yoki bu yerdagi xalqimiz ham aralashadimi? Shunga javob bersangiz. Juda o'rinli savol. Bilasiz, o'sha respublikadan davlat test markazi vakillari tashrif buyuradi. Bundan tashqari biz mana shu o'zimizning tumanimizdagi faollar, o'qituvchilardan, boshqa soha mutaxassislaridan ro'yxatlarni shakllantirib berdik. Albatta kuzatish jarayonida o'zimizning mahalliy So'x tumani vakillari ham bo'ladi. Rahmat, mana Alijon savollaringizga javob berdik va navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolingiz bo'lsa marhamat. O'zingizni tanishtiring. Men Mavlud qishlog'idan Xolmatov. Ismi sharifingiz? Xolmatov Farhiddin. Xolmatov Farhiddin, o'qish bo'yicha qanday savolingiz bor? Bobosodiq aka savoli. Xo'p, marhamat, eshitib turibdilar sizni Bobosodiq akamiz. Meni o'g'lim Buxoroda ishlaydi. Shu xotini Farg'ona davlat universitetiga onlayn dokument topshirgan. O'zi Buxoroda, imtihonni Buxoroda topshiradimi?
O'zi aslida propiskalari qayerda, qayd pasportlari? Propiskasi o'zimizda So'xda. So'xda bo'lsa, Farg'onada topshirish kerak. Bizga faqat hozir nomer beramiz. Fardin aka, bitta nomerni yozib olingda. Shu yigitimiz bilan gaplashib, ma'lumotlarni ro'yxatga zudlik bilan kiritib Farg'ona shahriga berishimiz kerak. Agar biz test markazi bilan bog'lanib ko'ramiz, agar test markazi ruxsat bersa, balkim Buxoroda ham tashkillashsa bo'ladi. Siz mana shu men bergan nomerni yozib olingda, shu nomerdan ma'lumot olasiz. 99lik 99 461 461 9005 9005. Rahmat, hozir siz bizni qayerda tomosha qilyapsiz, hurmatli Fardin aka? Telegramda Pravo efir. Ha, Telegramda. Rahmat. YouTube'da. Ha, YouTube'da tomosha qilyapsiz hozir bizni. Ha. Rahmat, qo'ng'iroq uchun mana shu aytib o'tgan raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Mutaxassisimiz bilan albatta aniq javobni olasiz. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Xo'p, javob uchun rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, rahmat. Hurmatlilar, hurmatli bizni tomosha qilayotgan, hurmatli bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz va albatta navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Tanishamiz. Assalomu alaykum, To'lqishlog'idan Hamroboyev Hayitboyman. Hamroboyev Hayitboy To'lqishlog'idan. Savolim bordi. Men hozirda bakalavr diplomini olganman, bakalavr yo'nalishini tugatganman. Endi magistraturaga hujjat topshirganman. Xo'p. Endi magistratura ham O'zbekistonda emas, chet el magistraturasiga topshirganman. Qayerga? Polsha davlatiga. Polsha davlatiga. Xo'p. U yerdan baxtimga shu qabul qilindim, hamma imtihonlardan o'tib. Endi men hozir ayni paytda To'lqishlog'ida qolganman. Men kontrakt to'lashim, keyingi vizaga kirishim, shu muammolarni turibdi oldimda. Endi mening birgina muammom hozir nimadan to'xtan u yerga borib kontraktimni to'lab, xudo xolasa shu o'qishimni davom ettirishim kerak. Shunga qanday yo'l yo'riq ko'rsatasiz, qanday chiqib Farg'onaga bora olaman? Men sizni tushundim. Hayitboy, nomer beraman, yozib oling. Hozir. Ko'pchilik vaqtini olmasligi uchun. Aytavering. 99lik 461 9005. Siz Gulshanjon Ibragimov yozib olingda. Siz qaysi universitetni bitirganman dedingiz? Farg'ona davlat universitetidan chet tillar fakulteti. Nechinchi yil? 2020-yil. Hujjatni qayerdan, Toshkent orqalimi yo chetdan topshirdingizmi magistraturaga? Magistraturada karantindan oldin Toshkent orqali topshirganman. U hamma nimalarim o'tgan. Ana Polshani qaysi instituti? Lot shahridagi qaysi? Lot universiteti. Lot. Bo'ldi. Biz bog'lanib, hal qilib, mana shu nomeriga chiqasiz, sizga dushanba kuni javob beramiz. Dushanba kuni? Ha. Ism familiyani yana bir marta aytmadingiz. Ibragimov Gulshanjon. Rahmat qo'ng'iroq uchun sog' salomat bo'ling. Mana hozir biz bilan savolda bo'lgan mana hozir Telegramimizdagi mana shu kvota 500 kanalda ham savollar bor. Assalomu alaykum. Men hozirda Farg'ona shahridaman. Farg'ona davlat universitetiga topshirganman. Nima? Diqqat savolim. Meni ekzamenim shu yerda topshirsam bo'ladimi? Kvotaga daxli bormi yo'qmi degan savolni berishibdi. Yashash joylari qayerda? Bu masala bo'yicha biz Erkin Turdaliyev bilan hozir bog'langanmiz. Erkinjon, mana hozir uzr, texnik savollarga ko'ra xatlaringiz endi keldi, lekin biz mana siz bilan jonli efirda bog'langanimizda savolingizga javob bergandik. Xo'p, keyingi savollarimiz bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Qo'qon biologiyaga nechta kvota, nechta odam topshirilgan? Marhamat, mana shu savolingiz bo'yicha ham hozir javob beramiz. Iltimos, savolni berayotganingizda shu Telegramimizdagi ismingizni yozib qo'ysangiz, hozir biz sizga qanday murojaat qilishni ham bilmayapmiz-da hozir. Iltimos, o'sha ismlarni yozinglar o'sha Telegramga. Keyin ungacha yana bir qo'ng'irog'imiz bor. Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Malbutdan tanishamiz. Ismi sharifingiz? Eshitdim. Shu bayoqligiga javob bering, mana eshitdim.
Ha, hozir bir daqiqa. Hozirgi mana bergan savollarim bo'yicha 5 ta hozir kvota berilgan ekan. Qo'qon davlat universitetining biologiya pedagogika instituti. Pedagogika institutiga 5 ta kvota berilgan ekan. Xo'p, tanishamiz. Ismingiz nima edi? Islomiddin. Familiyangiz? Mirzo Abbos. Marhamat, savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Men Farg'ona davlat universitetida o'qiyman. Xo'sh, ikkinchi mutaxassislikda dokument o'qishdan bitirganman. Bitirganmisiz? Yo'q. Marhamat. Hozir institutni bitirganingizdan keyin ikkinchi mutaxassisga qaysi yo'nalishga berilib topshirmoqchisiz? Endi bittasiga topshirmoqchiman, yana Yo'q, uni qayta tayyorlaganmi yo institutga yana qayta o'qimoqchimisiz? Afsus, aloqamiz uzilib qoldi. Marhamat, javob beravering mana shu savollarga. Aha. Xo'p, mana hozir yana savollarimiz bor ekan, Bosadek aka. Hozir ijtimoiy tarmoqlarimizda Ramzan degan bizni tomosha qilayotgan ekan, test qaysi tilda bo'ladi? Tojik tilida bo'ladimi, yo'qmi? Shu savolga ham berishibdi Ramzanbek. Ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da berishibdi. Qaysi tilda bo'ladi test? Buni xabarlaringiz bor, hurmatli bosh vazirimiz kelganda bizni fuqarolar murojaat qilingan va hozir bu davlat test markazi tomonidan tayyorlanyapti, bu qo'shimcha aytiladi. Xo'p, rahmat. Xo'p, yana yozibdilar-da hozir. So'x magistraturaga imtihon So'xda bo'ladimi yoki Farg'onadami debdilar. Bugungi kunda faqat hozir bakalavr bazasiga bo'lyapti. Uni qo'shimcha tashkil qilingandan keyin aytamiz. Xo'p, demak bizni kuzatishni davom eting va keyingi Dado studio yozibdi. Undan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishmoqda degan gaplar yuribdi aholi orasida. Bu gaplar qanchalar haqiqat, qanchalik haqiqat? Hozir mish-mishlar bo'layotgan-ku, hozir masalan men olib kirib qo'yaman, shunaqa degan gaplar bor ekan. Shunga bir izoh berib o'tsangiz. Hurmatli yoshlar, men hozirgina so'zimni boshida aytdim. Har bitta test jarayoni o'sha nimada kameralar, kuzatuv kamerasi orqali, televideniya orqali, kuzatuvchilar orqali qattiq nazoratga olinadi. Buni hamma kuzatishi mumkin. Biz ko'chada mana shu va'da beradigan turli xil odamlarning va'dalariga ishonmang. Chunki hozirgina aytdim, test jarayoniga kirishda juda qattiq tekshiriladi. Hozir hammani ogohlantirdim. Ortiqcha narsa, telefon yoki kimgadir ishonish, yonidagi bilan gaplashish yoki bir ustozlardan madad kutish degan gap bo'lmaydi. Hammasi shaffoflik asosida qattiq kuzatuvlarda bo'ladi. Buni ota-ona butun jamoatchilik ko'rishi mumkin. Hech qanaqa va'dalarga ishonmasdan faqat bilimli harakat qilgan yoshlarimiz qabul qilinadi. Rahmat, shunday ekan, hurmatli yoshlar, o'qishga kirish niyatida bo'lgan bizni yoshlarimiz sizlardan iltimos qilardik. Mana bu Sodiq akamiz aytib o'tganlaridek, siz hech kimga ishonmang. Hech kimga ishon. Faqat o'z bilimingizga tayangan holda marhamat o'sha imtihon bo'ladigan kuni testga bemalol kelishingiz va yana bitta narsani aytib qo'yamiz. Iltimos, kelishdan oldin tana haroratingizni uyda o'lchab ko'ring. Aytyapmiz-ku, mana agar tana haroratingiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizni imtihonga qo'yilmaydi. Shuning uchun avvalambor o'zingizni, sog'ligingizni o'ylashingiz kerak. Aytishadi-ku, sog'lik bu tuman boylik degan. Shunday ekan, birinchi navbatda sog'ligingizni o'ylab, tana haroratlaringizni albatta o'lchagan holda, haligi nima deydi? O'z bilimingizni yana bir bor sinab ko'rgan holda marhamat imtihonlarimizga kelsangiz va albatta sizlarga omadlar tilab qolamiz. Xo'p, yana savollarimiz bor ekan. Hozir savollarimizni savollarimiz bor. Hozir savollarimizni beramiz. Marhamat. Nechta odam topshirgani ma'lum emas deb yozibdilar. Buni qancha odam imtihonga topshirishdan qat'iy nazar uni sonini, sanog'ini bilishdan hech qanday naf yo'q, hech qanday foyda yo'q. Siz yaxshisi harakat qiling o'zingizni bilimingizga, ha? 2900 bugun So'x tumanidan barcha yo'nalishlarga 2973 nafar abituriyentlar hujjat topshirgan. Hozir so'zim boshida aytdim. Albatta bu gapni aytib o'tdilar. Mana 3000 ga yaqin yoshlarimiz topshiribdi. Shunday ekan, hammalaringizga omad tilaymiz.
Bosodiq aka, yana sizga bir kutilmagan savolni bermoqchiman. Endi avvalambor buni hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini, qanday bo'lishini endi aytib bo'lmaydi-da. Hozir mana savolimiz bor ekan. Faridun Xolboyev, barcha imtihonlar so'xta bo'lib o'tadimi? Javob uchun oldindan rahmat. Barcha imtihonlar so'xta bo'lib o'tadimi? Javob uchun oldindan rahmat deb qo'yibdilar. Faridun Xolboyev yozibdilar. Faridun, hozir yana aytdim, barcha oliygohlarga hujjat topshirgan abituriyentlarning imtihonlari So'x tumani markaziy uygohda bo'lib o'tadi. Ya'ni Farg'ona tumanida hozircha 65 nafar bizning yoshlarimiz murojaat qilgan. O'sha yerda qolganliklari uchun ularni test markaziga ro'yxatlarini berdik. Ular o'sha Farg'ona shahrida topshirishlari mumkin. Rahmat, hali aytib o'tganimdek Bosodiq aka, shu bitta savolim bor edi. Endi aytib bo'lmaydi. Endi bugun nima bo'lishini, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Mabodo endi ob-havo bo'lib, hali havo bulutli bo'lib, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, endi bu favqulodda holat aytib bo'lmaydi. Yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, imtihonlarimiz mana hozir o'zingiz aytdingiz, ochiq osmonda o'sha markaziy o'yingohda bo'ladi. Agar mabodo o'sha kunlari yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, imtihonlarni yana qo'shimcha qaysi binolarda o'tkazish rejalashtirilgan? Endi uni rahbariyat bilan kelishiladi. O'sha yerda ikkita katta sport zalimiz bor. O'sha 24/12. Buni o'sha vaziyatga qarab joyida hal qilinadi. Xo'p, keyingi savolimiz Aligar, assalomu alaykum. Men va bir qator do'stlarim Farg'ona shahridan turib sizlarni kuzatyapmiz. Savolim shundan iboratki, Farg'ona davlat universitetiga matematika yo'nalishiga So'x tumanidan necha nafar odam topshirilgan? Savol uchun oldindan rahmat Aligar. Farg'ona davlat universitetiga. Farg'ona davlat universitetiga biz ehtiyojga qarab 15 ta kvota berishni so'ralgan. 15 ta. Nechta odam topshirilgan? Bu test markazida. Hali uni davlat test markazi xulosasini bergani yo'q, lekin matematika fanidan 15 ta kvota bizga berilgan. U qancha odam topshirganligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Rahmat va keyingi savolimiz Ali savol deb qo'yibdilar. Body kamera bo'ladigan bo'ldimi yoki o'sha katta kameralar ham yetadimi? Aytmoqchimanki, nazorat qattiq bo'lsin, adolat bilan korrupsiyaga yo'l qo'ymasin. Latipov domla iltimos deb yozib qo'yibdilar. Ali degan bizni bir tinglovchimiz. Men hozirgina aytdim, bu jarayon qattiq nazoratga olinadi. Bu mana shu pedagoglardan tashqari ichki ishlar, Milliy gvardiya, davlat xavfsizlik xizmati to'liq o'sha jarayon qattiq nazoratga olinadi. Hech qanaqa boshqa noqonuniy harakatlarga yo'l qo'yilmaydi. Rahmat, mana hozir yana yoziblar. Rustam Mirzayev, assalomu alaykum. Men Kazan shahridan. Rahmat shunaqa efirda. Mana hozir Rossiya Federatsiyasining Kazan shahridan bizni kuzatib borayotgan Rustam aka Mirzayev, sizga ham rahmat. O'ylaymizki, bizni qo'llab-quvvatlab turasiz va keyingi albatta qo'ng'irog'imiz bor. Keyingi qo'ng'irog'imizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Savolingiz bo'lsa marhamat, oldindan tanishib olamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz? Siz bo'lmaydimi? Alo. Tanishmasak bo'lmaydimi? Yo'q, siz o'zingizni tanishtiring. Siz hozir jonli efirdasiz. Hozir o'qish bo'yicha agar savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Jonli efirdasiz. Ayo, men o'ynamoqchi edim. O'yinga xudo xolasa singlim soat 19:00 da qo'ng'iroq qilasiz. Soat 19 da. Xo'p. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Albatta, domla buning uchun uzr so'raymiz. Bizda har kuni o'yinlarimiz ham bor edi, yoshlar shou o'yinlarimiz ham bor edi. Turli xildagi o'yinlar, shuning uchun muxlislarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Xo'p, men Malbut qishlog'idan Savriddin Mirzabosov Samduning tarix fakulteti tojik guruhiga hujjat topshirgandim. Imtihonni So'xda topshiramanmi? Javob uchun oldindan rahmat. Mirzabosov. Albatta So'x tumanida topshirasiz. Shuning uchun Mirzabos aka hech qachon xijolat bo'lmang. Birinchi navbatda sog'ligingizni o'ylab, yaxshi kayfiyatda o'sha kuni imtihonga tayyor bo'lsangiz, mana shu So'x tumanida ham albatta imtihonni topshirishingiz mumkin. Buning uchun bunday imkoniyatlar uchun avvalambor biz davlatimiz rahbariga, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana Bozor aka shuncha yillar o'tgan bo'lsa ham, lekin tarixda bu narsa birinchi marta bo'lyapti. So'xlik yoshlarga 500 ta kvotani berishi bu tarixda bo'lmagan bu. Balki tushimizga ham kirmagan. Shuning uchun yoshlarimiz unumli foydalanadigan umiddamiz. Biz o'ylaymizki,
Xo'p, mana yana Faridun Xoliboyev Fardo iqtisodiyot fakultetiga nechta kvota ajratilgan? Marhamat domla. Demak, Faridun Xoliboyev Fardo iqtisodiyot fakultetiga nechta kvota ajratilgan? Farg'ona davlat universiteti iqtisodiyot yo'nalishiga 10 ta kvota berilgan. Demak, Davronov mana hozir eshitib oldingiz, mana 10 ta kvota berilgan. Xo'p, Max Davron yozdilar. Men Irkutsk shahridan sizlarni kuzatib boryapman. Rahmat. Biz ham albatta Rossiya Federatsiyasida umuman xorijda yurgan barcha yaqinlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Omad tilaymiz. Omadlaringni bersin. Eson-omon vatanimizga, so'qimizga yetib keling. Salomat kelinglar. Xo'p, mana yana keyingi SMSlarimiz YouTube'dan Mr. Xush 86 balldan tepa olish kerakmi yoki 10 ta kvota berilgan bo'lsa 10 ta eng baland ball olganlar kiradimi? Savol bilan javobni ham beribsiz. Eng yuqori ball olganlar o'tadi. Demak, Mr. Xush eng mana shu eng yuqori ball olganlar mana kirar ekan. Xo'p, yana Irkutsk shahridan alangali salomlar va alaykum assalom. Sizga ham salomatlik tilaymiz. Xo'p, Hasanov Lazizbek, assalomu alaykum. OTM kirish uchun 68 balldan kam olinsa, OTMga kiradimi, kirmaydimi? Albatta buni o'sha davlat komissiyasi ko'rib chiqadi, lekin bugungi kunda hozir o'sha 68 balldan yuqori olganlar qabul qilinadi deyilgan. Rahmat, mana hozir savollarimiz, yoshlarimiz juda ham savollarni berishyapti. Harakat qilamiz sizlarga albatta savollaringizga javob berishga va shunday ekan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana 99 996 4409 raqami orqali albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir bor aytaman, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, xorijda bo'lsangiz plus 998 99 996 4409 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Marhamat. Tolibjon, hozir yana bir savol bo'lyaptiki, o'sha DTM qachon beriladi? Men hozir aytdim, o'sha dtm.uz saytiga kirsalaring, o'sha yerda hammalaringizga javob beriladi. Har bittangizga alohida kabina ochilgan, shunga murojaat qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Rahmat. Hozir mana domla yana savol bo'libdi. Nozanin Muhammedova, assalomu alaykum. 500 ta kvota so'x bo'yichami yoki faqat bitiruvchilargami? Demak, faqat bitiruvchilargami yo katta yoshdagilar kirsam bo'ladimi? Yo'q, mana shu 2973 ta hujjat topshirgan abituriyentlarning barchasiga tegishli. Demak, barchasiga tegishli. U siz xoh bitiruvchi bo'lsangiz, xoh yoshingiz katta bo'lsa, demak siz imkoniyatingiz bor. Xo'p, Iqbol Zamonov, assalomu alaykum. Domla prezidentning qarorini eshitdim. Test faqat respublika va viloyatlarda o'tkaziladi deganlarini so'xliklar faqat so'xda topshiriladimi? Men hozirgina aytdim, So'x tumanida yashayotgan, bugun So'xdagilar yashayotganlar So'xda topshiradi. Boshqa joyda qayerda yashayotgan bo'lsa, hujjatini qayerdan topshirgan bo'lsa, ma'lumotini bizga bersa, biz test markaziga xabardor qilsak, bemalol o'sha joyda topshirishi mumkin. Rahmat. Hozir mana Demursatdan yozibdilar. Aslonov degan Davronbek Aslonov, men Demursatdan qizim hozir Farg'onada topshirgan. Uni ekzameni qayda bo'ladi? Maktabgacha ta'lim deb topshirgan ekanda hozir. Qayerga hujjat topshirgan bo'lsa, o'sha joyda bo'ladi. Bu oldindan 10 kun oldin e'lon qilinadi. Qizimizga DTM 2020yil.uz saytiga to'liq javob beriladi. Demak, So'xda fuqarosi bo'lgan yoshlarimiz siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'sha hududda, viloyatlarda albatta topshirishingiz mumkin. Xo'p, yana savol, ayni kunlarda 500 ta kvota doirasida so'xliklar uchun aniqmi? Ya'ni qaysi yo'nalishga so'xlik yoshlar topshirmagani ma'lum bo'ldi. Bo'lgan ehtiyojlarini o'rganib berilganiga asoslanadi va albatta hayot bilan ham hisoblashiladi buni. O'sha davlat komissiyasi tomonidan o'rganib, haqiqiy holatga qarab kvota bo'linadi. Lekin albatta o'sha har bitta yo'nalishda o'sha belgilangan eng yuqori ball olgan abituriyentlar qabul qilinadi. Xo'p, davom etamiz. Mana hozir bizda yana nimalar, nomalarimiz ham bor, takliflarimiz ham bor. Xo'p, Afsalsho Dodaxonov, assalomu alaykum. Mening savolim sirtqi ta'limga ham yo'q, nimagadir aloqasi qatimiz hozir. Yana harakat qilamiz. Marhamat. Nimaga? Assalomu alaykum. Mening savolim sirtqi ta'limga ham kvota bormi? Yo'q, hozircha faqat kunduzgiga berilgan, hozir sirtqi bo'yicha ma'lum yo'q. Afsalsho, demak siz eshitdingiz, mana hozircha sirtqi bo'limga hozir kvotalar yo'q ekan. Xo'p, keyingi savolimiz Mirzaboyev Savriddin, DTM hujjatlarini qachon beriladi? DTM hujjatlarini qachon beriladi? Kim savol beryapti? Botirjon Komilov beribdilar. Botirjon, men hozirgina aytdim.
siz o'sha DTM 2020.uz saytiga kirsangiz hamma shu hozir qachon berilishi sizga SMS orqali aytiladi. Rahmat va bizda keyingi qo'ng'irog'imiz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Alo. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Xo'p, aloqamiz uzilib qoldi. Hurmatli vatandoshlar, bizni tinglab tomosha qilayotgan aziz insonlarimiz, mana yuqorida aytib o'tgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da, Facebook'da, Telegram'dan qo'ng'iroqda qabul qilyapmiz va navbatdagi Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, oqshom xayrli bo'lsin. Savolingiz bo'lsa marhamat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. O'zingizni tanishtiring. Men Abdurahimov Doniyor Mustafadan. Abdurahimov sizga. Farg'ona shahridan. Hozir siz Farg'ona shahridasiz? Ha, shunaqa. Siz So'xda qayerdansiz o'zi? Chumoqcha Siyoqdan. Chumoqcha. O'qish bo'yicha qanday savolingiz bor? Marhamat. Ana o'zi biz o'tmalarga 5 ta yo'nalish bo'yicha topshirganmiz. Kvota bo'yicha birinchi yo'nalishga nima bo'ru, kvota daxli bormi? Albatta. Ana birinchi yo'nalishga balimiz yetmay qoldi, ikkinchi yo'nalishga balimiz yetib qolsa, kvota bo'yicha amal qiladimi yo'qmi? Albatta amal qiladi. Amal qiladimi? Yana savollar bormi? Yo'q, rahmat. Siz hozir bizni kuzatib boryapsizmi? Hozir bizni qayerda kuzatib boryapsiz hozir? YouTube'dan kuzatib boryapsiz. YouTube'dan kuzatib boryapsiz. Savollar bo'lsa marhamat, hamda Telegramdagi kanalimizni ham bilasizmi? So'xlik yoshlar kanalini. Ha, bo'ldi, azizim. Mana shu hozir ovozlaringiz So'xlik yoshlar kanalida yozib olinib, o'sha kanalga joylashtiradi. Shunday ekan bizni kuzatishni davom eting. Rahmat. Xo'p, rahmat. Hurmatli vatandoshlar, Shoxdiyor Asqaraliyev san'at va madaniyat sportdagi hova dars suv meshanmi ijodiy imtihondan. Domla keling javob bering. Domla jonli efirdamiz. Mana hozir yozibdilar, san'at va madaniyat va sportdagi imtihon darsi meshanmi so'ragan. Bu masalani men hozir so'zimni boshida aytdim. Hozir rahbariyatga taklif berilgan, yo So'xda bo'ladi, yo tashkil etib o'sha oliygohga yetkazib yuboriladi yoshlar. Xo'p, rahmat va keyingi savolimiz Oripov Sahobiddin o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida davlat tilidan test bo'ladimi yoki ona tili va adabiyoti o'zbeklar uchunmi? Biz tojiklar o'zbeklarning ona tili va adabiyotini o'qimaganmiz-ku, 11 yil davlat tili o'qidik, 2 soatdan deyaptilar. Hozir Tolib aka, ruxsat bersangiz bu savolga javob bersam, birinchi bizning maktablarda davlat tili o'qitiladi. Shuning uchun bu hech qanday muammo bo'lishi kerak emas. Nimagaki, barcha umumiy ta'lim maktablarimizda davlat tili o'qitiladi. Shuning uchun bu endi muammo qilingan nima bo'lsa. To'ppa-to'g'ri, hurmatli bizni haligi tomosha qilib tinglayotgan hurmatli vatandoshlar. Biz jonajon O'zbekiston Respublikasida yashayapmiz. Vatanimiz O'zbekiston. Shunday ekan, albatta biz ham ona tilimizni, ham davlat tilimizni mukammal bilishimiz har birimizga ham qarz, ham farz. Tolib aka, grammatikada tarjima qilsa bo'ladi. Masalan, ismni o'zbekchaga tarjima qilib bemalol testlarga yetsa bo'ladi. Xo'p, rahmat va albatta keyingi savollarimiz bor. Domla, keyingi savollarimizga o'tamiz. Yana beribdilar, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda kechirasizlar, hurmatli yurtdoshlar, shunaqa savollarni beryapsizlarki, ularni hali o'qishga to'g'risi men qiynalyapman. Shuning uchun assalomu alaykum, har bir yo'nalishga nechtadan abituriyent hujjat topshirgani haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Albatta maqsadli o'rinlar uchun. Javob uchun oldindan rahmat deb qo'yibdilar. Marhamat. Demak, mana assalomu alaykum, har bir yo'nalishga nechtadan abituriyent hujjat topshirganlar? Shu kvota bo'yicha bu oliy ta'lim o'sha qaysi muassasa o'sha ishda bilish mumkin. Bizda bu haqida ma'lumot yo'q. Xo'p, savoli navbatimo. Assalomu alaykum, imtihonhoy amaliy در کجا گرفته می شود؟ اگر در سوخ برای سپاریدن امتحان رخصت نشود چه خیل دولتمون میگذارند به دانشگاه‌های داخلدار، مثال برای تربیت جسمانی به شهر فرغانه رفتنشان ضرور. این معما چه حل می شود؟ من حاضر زایلاب جان حاضر هم مسئله گفته گذاشتم. حاضر حاکمیت ولایت که هم ملاقات رفته هم مسئله یا درسوخ میشد. اگر درسوخ نشود امکانات آمدن نباشد ما البته جوانه رسانده میبریم. Rahmat savollar uchun hurmatli vatandoshlar.
kelayotgan savollaringiz bo'lsa bemalol jonli efirda bizga yo'llash mumkin. Vaqt oliy ekan, vaqtimiz ham yaqinlashib qolyapti. Shuning uchun tez-tezda qo'ng'iroqlarda va albatta savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi So'x tuman kengashi hamda So'x tuman hokimligi bilan hamkorlikda mana shu uchrashuvlarni tashkil etganmiz. Xudo xolasa bundan keyingi uchrashuvlarimizda, jonli efirlarimizda tumandagi sizni qiynab kelayotgan muammolar va albatta savollarga javob berish uchun kerakli mutaxassislarni albatta studiyamizga taklif etamiz va keyingi savollarga navbatni beramiz. Xo'p, bu yil 5 joyga topshiramiz. Lugota faqat bir yo'nalishga o'tadimi? Demak, 5 yo'nalishga topshirsak, Lugota faqat bir yo'nalishga o'tadimi degan savolni berishdi. Avazbek. Faqat birinchi yo'nalishga ekan. Avazbek, menimcha savolingizga javob oldingiz. Mana hozir aytib o'tyaptilar, mana. Xo'p, davom etamiz. Keyingi albatta savollar bo'lsa, marhamat bizga berishingiz mumkin. Yana bir bor aytyapmiz, jonli efirda, ijtimoiy tarmoqlarda YouTube, Facebook hamda Telegramdagi kanallarimizda jonli efirda bizni tinglab tomosha qilyapsiz. Undan tashqari bizni barcha siz bilan bo'lib o'tkazgan suhbatlarimiz hozir jonli efirda yozib olinib, Telegramdagi So'xlik yoshlar kanaliga joylashtiriladi va keyingi maktublarda xo'p, So'xda berilgan kvota uchun Yoshlar ittifoqi So'x tuman kengashi tomonidan abituriyentlarni ro'yxatdan olinibdi. Men uni Men uni kech bilganim sabab ro'yxatga bermadim, ammo o'qishga topshirdim deb beribdilar. Xo'p, endi Nurjahon, bu savolga men javob beraman. Biz Yoshlar ittifoqida shu tumanimizdagi ehtiyojni aniqlash, shu kvota belgilashda qaysi yo'nalishga kimlarni belgilash uchun biz ro'yxatga olganmiz. Lekin bu ro'yxat bu kvotaga o'tdi degani emas. Faqat shuni to'g'ri tushuninglar. To'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Bu hozir ehtiyojni aniqlash uchun yoshlarimiz qaysi yo'nalish, qaysi kasbga topshirishini aniqlash uchun Yoshlar ittifoqi tomonidan ro'yxatga olinib, ehtiyojdan aniqlangan. Bu degani kvotani belgilash uchun emas. Rahmat, fursatdan foydalanib Ali yozibdi. Fursatdan foydalanib Latifov Fikr Komilov Katolib domlaga, sizga, butun So'x yoshlari nomidan katta rahmat. Biz yoshlarga shuncha kuyib, pishib o'qish bo'yicha yordam beryapsizlar. Sizlarga rahmat. Bizni tushunadigan insonlar ham bor ekan. Biz albatta xalq uchun, butun yoshlarimiz uchun mehnat qilamiz. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, hurmatli bizni tomosha qilib tinglab borayotgan yoshlarimiz. Biz albatta tuni kun faqat yurtimizni ravnaqi uchun, xalqimizni farovonligi uchun qo'ldan kelguncha albatta harakat qilamiz va keyingi savollarimiz bor. Savollarimizni albatta ketma-ketlikda o'qib ketamiz. To'g'risini aytadigan bo'lsak, ham Facebookda, ham Telegramda, ham YouTube'da mana savollar kelyapti, ham qo'ng'iroqlarimiz bo'lyapti. Albatta savollarni ketma-ketlikda javob beramiz. Alisher Jo'rayev, hammaga salom Ufadan. Alisher aka, sizga amalangali salom. Bizni hozir Rossiya Federatsiyasining Ufa shahrida kuzatib boryaptilar. Demak, So'xlik yoshlar kanalidan salomlarni yo'llaymiz va albatta siz yo'llagan salomlarni ijtimoiy tarmoqlarda hamda Telegramdagi So'xlik yoshlar kanalida albatta eshitishingiz mumkin. Alvonyor, salom. Hozir bizda yana aniqroq javob bersangiz. Biz hozir birinchiga bitta bo'lsa so'raganda birinchiga emas, hammasiga o'tadi degandingiz. Hozir Avazbek degan bola tel qilgandi. Birinchiga o'tadi degandingiz. Kvota qaysi yo'nalishlarga amal qiladi? Birinchisiga o'z saytga kiring, javob beraylik. Aniq javob amaliyat nafaqat birinchi tanlangan yo'nalishga amal qiladi, xolos qolganiga taqdim etilmaydi. Yo, balichi. Kvota bo'yicha. Kvota faqat yaqin tanlangan yo'nalishga amal qiladi. Tolmaga ruxsat bersangiz shu savolga javob bersam, ko'pchilik shuni rosa so'rashyapti. 5 ta yo'nalishga topshirishdi deylik abituriyentlar. Masalan, matematikaga Farg'onaga, Andijonga, Qo'qonga, Toshkentga, Namanganga topshirishdi. So'x tumani uchun berilgan kvota faqat birinchi yo'nalishga amal qiladi xolos. Qolgani bo'yicha umumiy hamma qatori test sinovi bo'ladi. Agar birinchisiga balli yetmasa, ikkinchisida hamma qatori umumiy bitta Qozonda test sinovlari. Demak, ball bilan bog'liq.
Rahmat Ravshanbek mana savolga javob berdi. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismi sharifingiz? Qaytarib oling iltimos. Valijonman Obshir qishlog'i. Valijon aka xush kelibsiz. Familiyangiz? Avvalambor hisoblayman, savolim shundan iborat. Xo'p. Mana shu paytgacha juda ko'p brifinglar bo'lib o'tdi, televizorlarda ko'rdik. Xo'p. Xalq ta'lim tomonidan, davlat test markazi tomonidan bo'lib o'tdi brifing. Xo'p. Shular shaffoflikni ta'minlaymiz deb juda ko'p gapirishdi masalan. Hamma o'quvchi bilan kiradi. Hozir masalan endi savolim shundan iboratki, bizni So'x tumanimizda shaffoflikni ta'minlash maqsadida qanaqa chora-tadbirlar ko'rinmoqda? Har xil takliflar bo'lgan masalan. Har bir nazoratchiga bodiy kameralar o'rnatamiz deb. Birinchi savolim shundan, ikkinchisi, o'sha nazoratchilar o'zimizdan bo'ladimi yo o'sha davlat test markazi tomonidan kelishadimi? O'sha stadionga nechta bola imtihon topshiradi bunda? O'shalarga javob berdik. Rahmat. Marhamat. Savolga javob beramiz. Valijon, juda ham o'rinli savol berdingiz. Hammani qiziqtiradigan savol. Demak, birinchi savolingizga men hozirgina aytdim, So'x tumani uchun alohida davlat komissiyasi ta'sis etilgan. Mana shu komissiya tomonidan nazorat guruhi kuchaytiriladi. Nazorat guruhi respublikadan, viloyatdan va o'zimizning tumandan ham biz ro'yxatlarni berib hozirgina aytdim. Juda qattiq nazoratga olinadi va hozir biz liniyalarni tortib qo'ydik, kameralarning liniyasini, internet liniyasini, hamma chora ko'rilyapti, juda qattiq bu nazoratga olinadi. Shaffofligini albatta ta'minlaymiz. Demak, shuning uchun bu birinchi savolingiz, ikkinchi savollari stadionga sig'imini. Endi bir kunda mana bizda hozir men sizlarga aytdim, 2973 ta bo'lsa 4 kun topshiramiz. O'sha stadionda 750 ta o'rin bo'ladi. O'sha karantin talablariga rioya qilgan holda 2 metr masofaga joylantiriladi. O'sha stadionda to'liq 750 ta bola bitta topshirganda topshiradi. Ya'ni ertalab 750 ta, kechqurun 750 ta, ertasiga yana 750 tadan, 760 tadan qilib 2 kunda bu imtihonlar yakunlanadi. Va hammasi qattiq nazoratga olinadi. O'ylaymanki, savolingizga to'liq javob oldingiz. Bo'ldi, rahmat. Shuning uchun ko'nglingizni to'q qilingda, haligi bilimlarni omad sizga, siz o'zingiz qaysinga topshirdingiz? Valijon. Men Andijonga xudo xolasa. Omadingizni bersin, mana nimaga ham tibbiyotga ham kvota berilgan. Omadingizni bersin. Bo'pti, rahmat. Rahmat. Hozir mana yana SMSlarimiz bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, demak, YouTube tarmog'imizga yozyaptilar. Atak bizga Anaqto aka, Hamroboyev Shohruxbek, assalomu alaykum. Farmatsevtika yo'nalishiga nechta odam topshirgan? So'xdan. Bu yerda umumiy, albatta umumiy. Albatta Tolib aka, bizda bu to'g'risida aniq nima ma'lumot yo'q. Umumiy buni muassasadan bilishimiz xolos. Siz yaxshisi o'zingizni bilimingizga ishoning. Mana hozir qancha bo'lishini biz ham hozir bilmaymiz. Xo'p, Adxot Lomtikov yana yozibdilar. Ulyanovskdan salom, Ulyanovskga assalomu alaykum. So'xlik yoshlardan Alisher Jo'rayev. Imsol dars meshadmi, xudash yo onlayn meshadmi? Domlo. Bu bo'yicha respublikaning maxsus komissiyani qarori chiqadi. O'sha bo'yicha hamma joyda e'lon qilishadi. Rahmat. Keyingi qo'ng'iroq, domla marhamat, savollarimiz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz so'nggi qo'ng'iroq egasiz, chunki vaqtimiz tugab boryapti. Shuning uchun o'zingizni tanishtiring va tez savolingizni bering. Aha. Men Nazrali Izzataliman. Izzatali, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? To'q qishlog'idan. To'q qishlog'idan. Xo'p, savolingiz bo'lsa marhamat. O'sha men jismoniy tarbiyaga topshirganman. Qayerga? Qo'qon pedagogiya institutiga. Xo'p. Nima o'sha amaliy bo'ladimi, ekzamen yo nazariy ham bo'ladimi? Shuni bilmoqchiman. Faqat amaliy topshirasiz. Men hozir aytdim, ro'yxati shakllantirilyapti. Siz hali telefonda yozib oling, ro'yxatingizni yozib qo'ying, bitta nomerni yozib oling. Nomer? Aha. Familiyangizni yozib qo'yasiz. Bu yerda bo'lsa, bu yerda bo'lmasa sizni o'sha yetkazib olib boramiz. Alo. 99 ni yozib oling. 99 ni nomeringiz deyapman. 461 461 9005 9005 Ibragimov Ravshanjon Hamraliyevich.
nima telefon qilib beramiz? Ha, telefon qilib mutaxassis bilan albatta sizga aniq javob berishadi. Batafsilroq ma'lumot berishadi telefon qilganingizda, qo'ng'iroq qilganingizda. Rahmat qo'ng'iroq uchun va albatta so'nggi qo'ng'iroqni ham qabul qildik. Keling hozir ijtimoiy tarmoqlarda kelgan so'nggi SMS-larni o'qiylik-da va albatta yangi soatga o'tib olsak. Xo'p, mana hozir yana bo'pti. Ravshan Isoyev Irkut shahridan salom, rahmat sizlarga domla, yoshlar uchun shuncha imkoniyatlar qilyapsizlar. Prezidentimizga mingdan-ming rahmat. Rahmat sizga ham Alijon, meni savolimni qaytaribdi, malades. Rahmat. Xo'p, yana Parvizjon Imajonov rahmat. Mana shuning uchun hurmatli yana hozir so'nggi Telegram tarmog'ida kelgan maktublarga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvni tashkil qilganlarga katta rahmat. Hech qachon charchamanglar. Toshkent iqtisodiyot universitetiga nechta kishi topshirganini aytib yuborsalaring. Iltimos. Rustambek Sulaymonov yozibdilar. O'sha muassasani o'zida chunki bizda ma'lumot yo'q bu bo'yicha. Xo'p, rahmat hurmatli vatandoshlar. Bugun mana oz bo'lsa ham birinchi mana brifingimizni mana shu hozir tuman hokimi o'rinbosari bilan mana Bosodiq aka bilan jonli efirda bizni kuzatib bordilaring. Xo'p, Mirzobek Jonibek assalomu alaykum. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga necha kishi topshirgan aytib bordilar. Buni hozir aytdik-ku. Shunday ekan, hurmatli vatandoshlar, bizdan uzoqlashmang. Mana yangi soatda o'tganimizdan keyin Xudo xolasa yoshlar shou, ko'ngilochar tok shoular bo'lib o'tadi, turli xil o'yinlar. Shu bilan bugungi albatta jonli efirimizning birinchi qismi. Ya'ni bu degani mana savol-javoblar o'qish bo'yicha savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Avvalambor domla siz o'z vaqtingizni ayamasdan bizni studiyamizga kelganingiz uchun kattakon minnatdorchilik bildiramiz va oxirgi so'zingiz yoshlarimiz uchun tilaklar. Marhamat. Men barcha sug' yoshlariga mana shu prezidentimizni, muhtaram prezidentimizni ishonchlarini oqlashga, faxrlanishga, kelajakda zo'r kadr bo'lib mana shu vatanga xizmat qilishni va mana shu sinov imtihonlarida hammalaringizga omad tilab qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat domla, kelgani uchun biz ham minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli vatandoshlar, bizdan uzoqlashmang. Yangi soatga o'tib olamiz. 19:00 dan boshlab jonli efirlarimiz yoshlar shou davom etadi. Rahmat domla, xush kelibsiz. Rahmat. Tez birodarlar. Barchaga assalomu alaykum deymiz. Demak, yoshlar shouni davom ettiramiz. Oliy ta'lim muassasalari bo'yicha birinchi savol-javob qismimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yoshlar shou boshlangunga qadar yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilib o'taman. Bizda Xudo xolasa test sinovlari 2-sentyabrdan boshlab 14-sentyabrgacha o'tishi belgilangan. Shuning uchun test kuni aniq bo'lgan kundan boshlab Davlat test markazi tomonidan barcha o'quvchi yoshlarga DTM beriladi. O'sha DTMda siz qaysi kuni, qayerda, soat nechida imtihon topshirishingiz yozilgan bo'ladi. O'sha ruxsatnomani qo'lingizga chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun DTMni olish uchun abitur.dtm.uz saytiga kirib, o'zingizni shaxsiy kabinetingizga ko'rsangiz, DTM haqida ma'lumotlar berilgan. Yana qanday savollarga telefon doimgidek bosib turib bilan tushuntirasiz. Rahmat Tolib domla sizlar. Yana agar test kuni mana bu pandemiya sharoiti bo'yicha kimdadir isitmasi bo'lsa, eshik tagidan isitmalar o'lchanib kiriladi. Agar kimdadir o'sha kuni isitmasi 37 dan yuqori bo'lsa, test sinovlariga kiritilmaydi va ular uchun test sinovlari tugagandan kundan boshlab alohida test sinovlari tashkil etib beriladi. Yoki aytaylik, test sinovlarida vaqtida COVID-19 aniqlanib karantinga olingan bo'lsa, ularga ham xuddi shunaqa test sinovlari tugagan kundan boshlab test sinovlari tashkil etib beriladi. Yana eng dolzarb masalalar
keyin O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universitetiga topshirdim. Imtihonlar qayerda bo'ladi? Imtihonlar jismoniy tarbiya shu yo'nalishlarda imtihonlar institut universitetini o'zida bo'lishi belgilangan. Bu haqda ertaga aniq ma'lumot bo'ladi bizda. So'qqa kelishadimi yoki bizni bolalarimizni olib borishimiz kerakmi? Bu to'g'rida batafsil ma'lumot beramiz. O'sha So'q 500 ta kvota kanalida sizlarga yana batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Ravshanbek, mana yangi soatga ham o'tib keldik. To'g'risi bizni kutayotgan muxlis va muxlisalarimiz bor. Ular bilan albatta qo'ng'iroqda qabul qilamiz. Assalomu alaykum, jon efirdasiz. Alaykum assalom. Tanishamiz, yoshlar showida xush ko'rdik. Ismi sharifingiz, kim, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men G'iyosova Mujiza Bo'g'on qishloqida yashayman. Mujizaxon, bizni sovg'alarimizni oldingizmi? Mujizaxonga hali sovg'a berilmadi shekilli. U U boshqa, siz boshqa odamsiz, ha? Ha. O'yinga tayyormisiz? Birinchi son bolalar ta'rif olaman. Aloqa sifatingiz yaxshi emasda, Mujizaxon, iltimos aloqa sifatini yaxshilang, iltimos sizdan. Alo. Alo. O'yinga tayyormisiz? Ha. Qaysi yo'nalishni tanlaymiz? Men 8-son bolalar bosqichida ta'rif olaman. Oho, ancha kichkina ekansiz-ku. Yoshingiz nechida? 7da. Bu yil 1-sinfga borasizmi, xudo xolasa? Ha. Kim yordam beryapti hozir sizni biz bilan bog'lanishingizga telefon qilib? Buvijonim. Buvijoningizga kattakon rahmat. Qaysi o'yinda o'ynaymiz? O'yinlarimiz shartlari bilan tanishmisiz? Ha, yo'q. Ha, yo'q. Xo'p, keling, bo'lmasa hayotni boshlaymiz. Tayyormisiz? Ha. Bo'lmasa vaqtimizga qarab qo'yamiz. Vaqtimiz mana 2 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Demak, ha yo'q so'zini ishlatmaysiz. Albatta degan so'zni kamroq ishlatasiz va albatta qarabsiz, siz bu o'yinimizda g'olibsiz. Tayyormisiz? Boshladik. Xo'p, ismingiz nima dedingiz? Mo'jizaxon dedingiz, ha? Ha, albatta. Albatta Mo'jizaxon deb qo'ydingiz. Hozir yoningizda kim borlar Mo'jizaxon? Buvijonim. Buvijoningiz borlarmi yoningizda? Albatta. Buvijoningizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Bo'ldi, boshqa yana bir bor albatta siz bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Xo'p, buvijonni siz o'rgatyaptilarmi hozir? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, aniq emas, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Bironta qo'shiq bilasizmi bizga? Albatta. Albatta, agar bo'ldi, boshqa albatta demaydi, men ogohlantiryapman. Hozir siz mana aytib o'tganimizdek jonli